Senlar bilan turgandan ko'ra ko'chadagi David bilan tursam yaxshi edi ekan. Jo'ram, jo'ram, naqmini. Ol qo'lingni. Uka. Insoflang bormi ukalar? Nima yo'nalish qilasizlar? Mana endi achchiqlik ketibor. Boringlar, qaytaringlar. Olgan bo'lsanglar pulini qaytarib beringlar. Nima qilasizlar uka? Birovning haqqidan qo'rqinglar, tishib ketadi baribir. Jim turishlang qaranglar. Mendan yaxshilik kutmanglar uka, qaytarib bermaydigan bo'lsanglar, uyni bo'shatib qo'yinglar tezda. Amaki, olgan bo'lsa ekan qaytarib bersak. Bo'lgan ishga o'zi boshim ham qotib qoldi. Pulini nima qilaman? Boshimga uramanmi? Pulini qaytarib berging kelmayaptimi? Unda mendan yaxshilik kutma. Meni uyimda o'g'ri balla turishini xohlamayman. Tezda keling narsani yig'ishtirib, uyimni bo'shatib qo'y. Keyin men yaxshi ko'rgan qizim bilan ko'rishgani ketdim. Men domdagi kuzatuv kameralarini ko'rib chiqdim. Javlonbek bilan siz domdan birga chiqib ketgan ekansizlar, to'g'rimi? To'g'ri. Va birozdan keyin siz shoshib yana qaytib domga kiribsiz. Nimaga qaytib kirdingiz o'zi? Ha, plastigim qolib ketgan ekan. O'shani olgani kirdim. Ha, plastikmi? Yaxshi. Men Javlon kelishidan 2-3 minut uyg'ondim xolos. Puldan xabarim yo'q. Nima o'tiryapsan? Gaping bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Men seni yaxshilab surishtirdim. Kechqurun bilan diskoteka yurar ekansan. Qayerdan topyapsan shuncha pulni? To'g'risi, puldor o'rtoqlarim bor. O'shalar sarflaydi. Ha, tushunarli. Demak, sen uyda uxlab qolgansan, pul o'z-o'zidan havoga tushib ketgan. To'g'rimi? Ya ancha yildan ba'zi turdi, xabarim yo'q edi. Lekin domimizda ham qo'shnilarda bu narsalar yo'qolib turadi. Gumonim tushdi mana shu ballarga. Shunda qo'li egriroq ekan. Bilmadim endi o'zini yaqin o'rtog'ini bunday ish qilishini, pulini o'g'lab qo'yishini. Men tushunmayapman lekin. Hammasiga tushuntirdim ularga, qaytarib beringlar dedim men. Aytganimni qilmadi. Endi pulga o'chroq ballar ekanda. O'zi hali oylik to'lovi kelganda uyda zo'rg'a so'rab olardi ikkovsidan. Ag'da bor, bag'da bor, olib kelib beraman deb bir hafta 10 kun cho'zib berardi. Bu Javlonbek yaxshi bola, joyida pulini beradi. Yaqin o'rtog'ini shunaqa ish qilganini qarang. Bilganimda Javlonbekni o'zini qo'yib, boshqalarni qo'ymas edim. O'sha o'g'irlik bo'lgan kuni siz uydamidingiz yo uyda emasmidingiz? Ha, o'sha kunimi? Ya o'zi har kuni ertalab choyxonaga chiqaman. O'sha kuni ham ertalab choyxona dedim. Obedda uyga qaytib, ozgina mizg'ib oldim. Keyin ballar baqir-chaqirdan uyg'onib ketdim. Shoshib kirdim uyga. Kirsam, urushib bir-birini so'kib yotibdi. O'sha payt uyga birorta kirib chiqib ketganini sezmadingizmi? Uxlaganim uchun kim keldi, kim ketdi xabarim yo'q. Shu paytgacha ana ikkita gumondor ballardan shubhali harakatlar sezmaganmidingiz? Shubhali harakatlar. O'zi shu voqea bo'lgandan keyin men ham yaxshilab o'ylab ko'rdim. Bularda ichida Abdulloh degan balasi bor. Jinda yurishlari nojo'ya. Ko'chamizda bir ikkita valati ballarga qo'shilib olgan. Kechasi keladi, baqir-chaqir qiladi doni pastida. 3-4tasidan qarz bo'lib qolib, domga to'palgan qilib kelgan. O'zim bosib qilib yuborganman. Shu oyda oxirigacha unga muhlat bergandim. Yo to'g'ri yurasan yoki domimni bo'shatib qo'yasan dedim. Gumonim shundan. Chunki qanday uyda uxlab qolib, uyda pul bo'ladi bilmas ekan. Hammasiga bittadan kalit qilib bergan bo'lsam. Endi men bu o'zimning fikrim to'g'risida. Lekin ko'proq pulga muhtoji mana shu bala. Men olgan bo'lsa mana shu olgan. Tushunarli aka, siz bo'shsiz. Zarurat bo'lsa o'zim chaqiraman. Uka, hamma gumon senga tushyapti. Agar rostdan ham pul olgan bo'lsang, o'rtog'ingga qaytarib bergan. Arizasini ham qaytarib olsin. Bo'lmasa yaxshigina siroq olib ketasan. Yo'q, aka. Olganim yo'q. Ishonavering. Ha, mayli. O'zing bilasan.